Bu videoga javob etmasa bo'lmaydi jo'ralar. Qaranglar. Gruziyaga o'zbeklarni kirgizmas ekan. Gruziyaga o'zbeklarni kirgizmas ekan. Buni sababini deb og'amiz video murojaat etgan. Buni sababini aytib o'taman. 1227-yilda Xorazmliklar Gruziyani bosib olgan. 100 mingdan ortiq odamini o'ldirib, ko'pchilikni qilichlarda sunnat musulmon dinine kirgizgan. Buni hozircha Gruziya hali bugunacha motam günatgan Xorazmliklar tomonidan bo'lgan bosimni haligacha motam gunatar ekan. Yodimdan chiqmagan. Грузинская православная церковь отметила День памяти 100 тысяч мучеников, убитых харизмийцами в Тбилиси в 1227 году. Gruziya bu Turkiy tilda Gurjiston deb aytiladi. Gurji so'zi bu Xorazmda zoti paslar. Zoti pas, ashunga yezalak, keyin xatinaklarni bizda Gurji deydi. Ana shu keyin Xorazm bosib olgan yerlarida Gurjilar bo'lsa olib turib shu Gurjistonga tashib berganlar. Bu tarixdan xabari bor Stalin keyin atvetni o'z hukmronligida Xorazmga qaratgan. Postoyanniy hujumni Xorazmga atgan, Xorazmni qiynagan, ko'pchilik biladi bu to'g'risida Xorazm Respublikasi bo'lgan vaqtda Xorazm Respublikasini buzganda tanamasliklaringiz mumkin ko'pchilikning Xorazm Respublika bo'lmaganda. Bo'lgan, haqiqatdan qochib qutulib bo'lmaydi. Buni Stalinning Xorazmga bo'lgan muomalasini ko'pchilik odam aytib o'tadi. Ajdodlari qahramon bo'lgani uchun diktatorlar Xorazmdan qo'rqqan. Stalin ertalab turib, Xorazm tinchmi degan atrofidagilarga. Qo'rqqan.